Gazalxon, 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 Gazalxonman. Gazalga kuy, gazalga gulxonman.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博高拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的大型电视文艺节目第1季《Subi丝绸之路歌手节目》，我是主持人玉米提瓦尔。 Salam televizor ekranı aldırıki ve naq meydandaki aziz tomoshabin do'stlar, kang tor ahli ve shundaqla naq meydandaki yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklik shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklik shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan Urumchi Subi fan texnik cheklik shirkati tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi birinchi qaror Yipak yo'lidagi G'azalxon programmasi. Men riyosatchi Mahliya Imin. Davlatlik birinchi darajalik dirijor Go'yanning alohida ta'minotidan bahramand bo'ladigan mutaxassis, Madaniyat ministrligining munavvar mutaxassisi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining gavdalik to'yib qo'shgan munavvar mutaxassisi, sobiq Xinjiang san'at yurti kuysuyar orkestrining musiqa bosh nazoratchisi, doimiy dirijori, Xinjiang san'at yurti milliy musiqa o'mikining san'at bosh nazoratchisi, alohida taklifli dirijor Abdurahmon Ayub ustoz, xush keldingiz. Xush geldiniz ustoz, harmoyasiz. Davlatlik birinchi darajalik rejissor, danglik shoir, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'lidagi G'azalxon qatorliq programmalarning bosh planlovchisi, bosh rejissori Muxtar Bug'ra ustoz. Qarshi olamiz. Xush keldingiz. Qarshi olamiz. Harmoyasiz ustoz. 7 yoshdan 70 yoshgacha har qanday odam naqshini to'limi yaxshi ko'rib anglaydigan san'at osmonimizdagi nurliq cho'lpon, danglik naqshchi Ömerjon Olim ustoz. Xush keldingiz. Xush geldiniz ustoz. İli xalq chaqchaqlarini sahnalashtiruvchi, Milliyar sahnasining qurg'uvchisi, kuldirgi cho'lpini Ro'zaxon Tudaxon ustoz. Qarshi olamiz. Xush geldiniz ustoz. Harmoyasiz. Mana Mahliya, programmamizni boshlab oldik. Shundaq. Oldi bilan shu bizning programmamizning hozirgidek mushtaq muvaffaqiyatli ro'yab chiqish uchun kuch chiqarayotgan shu shirkatlarimizning kuchini ayirib qarg'il bo'lmaydi-ku deyman. Shundaq. Mana bu shundaq chiroyli programmalarimizning ro'yobga chiqishi uchun ajr singdirayotgan shu korxonchilarimizni bir tunishtirib o'taylik. Xo'sh. 20 yildan buyon dorigarlik, tibobat, sog'liqni saqlash sohasida tadqiqot bilan shug'ullanib kelgan, uzun yillik tadqiqot natijalari asosida sifatlik mahsulotlari va shundaqla turmush buyumlari orqali xalqimiz qalbidan o'rin olib kelayotgan Urumchi Subi fan texnik cheklik shirkati birinchi qaror Yipak yo'lidagi G'azalxon programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiangdagi yemeklik sohasida oldin qatorda turadigan Xinjiang Nigar yemek-ichmak cheklik shirkati alohida talab qildi. Rahmat sizlarga. Sog'lomlik va girim buyum sohasida belgilik ta'sir kuchiga ega nufuzli shirkat Xinjiang yangi kandidat biofan texnik cheklik shirkati strategiyalik hamkorlashdi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Urumchi Iparbuloq suv cheklik shirkati Tangitog' suvlari programmamizni alohida qo'lladi. Girim buyum va sog'lomlik sohasida belgilik ta'sir kuch qo'zg'agan Abaybek guruhimi yaqindan yordam berdi. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. İkinci qarar Yipak yo'li sadasi programmasining chempioni, 6 va 7 qarar Yipak yo'li sadasi programmasining yetakchi ustozi, Xinjiang Muqam ansamblining tunilgan yosh naqshchisi Kamil Jelil. Mo'nliq ovoz bilan xalq qalbidan o'rin olgan 7 qarar Yipak yo'li sadasi programmasining yetakchi ustozi, xush ovoz kuychi, ijodiyatchi G'o'jimat Qurbon. Xush geldiniz.
4-cü qarar Yepak Yol Sadası programmasının çempioni, yaş naqşçı, icadiyatçı Abdug'ani Yasin. Hoş geldiniz. Bu naqshlarimiz o'z yolg'iz sahnaga chiqmaydi deymi? Ularning Shundoq. hamroh riyosatchilar bor. Unda qolsa shu hamroh riyosatchilar bilan tanishib o'taylik. O'zgacha riyosatchilik uslubi bilan hammamizning qalbidan o'rin olgan yosh riyosatchi Nurali Hasanjon. Xush keldingiz. Hoş geldiniz. Birinci qarar Subi Yepak Yo'ldagi Qasalxon programmamizning riyosatchisi Mahliya Imin, ya'ni o'zim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Dağlıq naqshchi, xushchaqchaq riyosatchi Savirdin Imom. Xush keldingiz. Hoş geldiniz. Birinci qarar Subi Yepak Yo'ldagi Qasalxon programmamizning riyosatchisi Umidvar. Hoş geldiniz. Rahmat. El içi küldürgü çolpanımız yaş riyosatchi Javlon Ro'z Mehmet. Xush keldingiz. Hoş geldiniz. Birinci qarar Subi Yepak Yo'ldagi Qasalxon programmamizning riyosatchisi Zilola Mehmet. Hoş geldiniz. Xush keldingiz. Xo'sh, davomliq unda qolsa o'yinimizning qoidalarini bir tushuntirib o'taylik. G'azalxonlarning nomer o'rindash tartibi chek tartish orqali bekitildi. G'azalxonlar nomer o'rinda bo'lgandan keyin naq maydondagi tomoshabinlar ustozlar o'z yaxshi ko'rgan 3 g'azalxonga bilet tashlash orqali o'zining mayilligini bildirsa bo'ldi. Bu bizning programmaning o'yin qoidasi. Va shundaqla eng cho'ng alaydiligi. Shunaq. Xo'sh, shunday bo'lsa, yana saknimizni shu ustozlarimiz tashlab berib, chek tartish huquqini shu ustozlarga berib, biz asta sekinda chiqib ketdik. Shunday qilaylik. Marhamat. Qasalxonman. Qasalga gulxonman. Unda bo'lsa, mushu tali sanduqidan qandaq bir naqshchilarimiz parvoz qilib chiqdi, qani bir ko'rib boqaylik. Kamil Celal. Alani. Abdug'ani Yasin. G'ojimat Qurban. Qag'anshki g'azalxonimiz sirliq bir holat turib tursin, il chiqqanda bilsizlar. Qasalxonman. Qasalga gulxonman. Operator diqqatda. Har qitim sahnaga chiqadigan vaqtimning oy mezgilimga to'g'ri kelib qolishidan, sahnada erkin harakat qila olmay qolishimdan ansiraytdim. Qayta. Rejissor tavsiya qilgan Subhi markasidagi choy polfenoli manfiy iyonliq tazliq qog'ozi meni bu g'amdan xalos qildi. Pokizlik va rohatlik Subhidan boshlang'usi. Akamızda çağırıp bir çıkıran mı? Çıkayla. Поправка. So'rashdi dunyoda nima eng qimmat? Muhabbat, muvaffaqiyat yoki pul sunnat? Javobini berdi hayotlik qidi hikmat. Buningdimi bir sir bordir? Hammanglarga didor g'animat. Bu sahnaga quruq chiqmadim. Kamilcil akamni yana bir qitima chiqdim. Uningdan sirt mana mush Kamilkamning chichiq qarab nima ishlatgando deb bak o'yinib ketib qolmasin deb Abaybek guruhininki mana chasupini chiqdim. Kamilkam qo'sh kunni chichini qatirib atdak turdiganlar. Amal bo'lsa mush chasupini jiqroq ishiltib beringlar. Rahmat. Ma Kamilkam bir naqsh aytma deydi. Ijozatmi ya? Rahmat. Rahmat.
Yılandaki kepteni Laçın bulup olayım Bağrında, yüreğinde yılsa Bağrında, yüreğinde gül sağlam Birlik bulup oynayım Nakşını etiş üçün 2 yıl anlasam buldu ki. Aval 2 yıl anlap, onu ekin. Lekin bazı bir nakşılarını 1000 yıl anlasanız peki nemeydiğen nakşılar var. Kurguyun bula yarime Usta bravo. Artık nasıllarga. Özü konuşup tuttu. Usta. Mühimi. Koştasına para başına tuğadır bu. Artık tuttular sonra dedi. Üzge yar bulmisal Yar bu misal gül sağlam Men yarim buna yarim Çıkınğa Kamil akınızın kışığa. Keling abkam, keling. Siz bu Kamil akınızın çiçek işilgen bilen putuq paypaq ipemepsiz emas. Pul yetişmey kalışın anda. Muşu ustazlarımızga bir minnatdarlık sözleringizni aytib etgan bo'lsangiz, ustazlarımızmı hem özününki qimmatli bahalarini sizga bir berib etgan bo'lsa, anglap baqamdiq. Chidab anlatpaga ustozaga rahmat deyversin. Rahmat japa chekdinglar. Davomli bizga shunda rag'bat berib, alg'a intilishga madad berayotgan, mishat o'tag'an ustozlardan boshqa yana bizga jiq mehnatsin degan parda aqishti bo'lsin, maktabdan boshlab hozirgacha nurg'a ustoz tutganman. Barliq ustozlarimningki, buningdan keyingi ishlarga futuqlik tilayman, tiniga salomatlik, umriga barkat tilayman. Rahmat. Rahmat. Qarlıgaş dan bererken, qeyrindaşqa can bererken deb, mana mushu sahnimizning asti o'tgan barliq qeyrindaşlarımız, mayli operatorlarımız bo'lsin, tomoshabinlarimiz bo'lsin, ustozlarimiz bo'lsin, hattoki mana mushu yo'duydagi aqllarimiz bo'lsin, inlarimiz bo'lsin, bak japa tatdi. Shularga ham o'zimizning minnatdorligimizni bildiramiz. Japa chekdinglar. Rahmat. Kamiljon. Beziniz vada. Rahmat ustoz. Birinci meydanda, ikinci, üçüncü o'xshamaydigan har xil uslubdagi naqshlarni aytdingiz. Ijodiy naqsha, sirtning naqshisi, boshqa millatning naqshlari,
hem mana o'zingizning jutuninki men oldingi temni deb o'tganda bu yerlik puroq shivini bu yerlik shivini ilish intayin tez deb endi mesela atış naqshini eshitsa biz boshqa yurtdagilar anglab uning qanday bo'lishini 50% ya 30% ya 20% bilishimiz mumkin ekan. Lekin atışlık o'zi anglasa uni %100 javob berdi. Uning qanday bo'lgan bo'lmaganini. Shunga o'xshash bugun biz ham atış naqshlarini jiq anglaymiz. Sizning oldingizdagi naqshlar va sizning ustozlaringizni anglaymiz. Shunday o'zlanib kelgan. Lekin bugun sizdan ma ovozingiz asli atışning naqshini bir yilki yangroq egiz ovozda, suzuk ovozda aytganini jiqroq anglaydik. Bizning sizning ma g'olliq ovozda jildizi kuchliroq, g'oli bakrak, cho'ngroq ovoz ma u. Shuningda ovozda aytgan bu atış naqshi texmbek yarab ketdi. Manga Rahmat. Boshqalarga shunday yargan bo'lishi mumkin. Agar yargan bo'lsa chavak chaladi deb bo'ladi. Chavak chaldi hammalarga yarabdi. Rahmat. Keyingi oxirdagi ishlaringiz texnik utuqlik bo'lsin. Rahmat ustoz. Naqshingizga rahmat. 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 Yuqorida ustoz yaxshi gap qildi. Endi bu xalq naqshlarida bunda bir ish bor-ku, mening his qilishimcha. Masalan, men o'g'ilji tug'ilib cho'ngildim. Amibab naqshi men aytib kelyapman. Lekin men atış naqshisini, mayli Qashqar naqshisini aytib qolsam, men yana shivini hargiz chiqarmayman. U yaman shivi chiqarmoqdas. Shunga sen men naqshini aytibdan, ham sen shu jutning o'g'lani shundaq atış haqiqiy puroq chiqdi da men naqshingda. Rahmat. Sana rahmat ukam. Rahmat ustoz. Rahmat. Rahmat. Endi qag'ini ro'zaqirman deydi. Sen bilib deyishmek. Adaş. Kamel mening turmushdagi yaqin og'inamning birisi Kamel. Atış naqshlarini Abdurishid Yusufkam qatorliq ustozlardan yaxshi o'rganib, nihoyat yaxshi o'rnab qilyapti. Sizlar ham misang men ustozlar naqshining shivisi, mazmuni, muzikaning o'rinishi sabsag'am bilan men mush naqshining qiziq yeri sabsalman ekan. Bu amal yo'q-ku menga. Sizlar sabsamgan bir ish bo'lsa, atışning naqshlarida endi bu atışning odamlar tijoratga yomon bo'lg'achqa atışning qaysi naqsini alsanglar bir ilim berimning so'da setiqning gapi bor. Ikki toshqa assangiz birini menga bersangizda iniqni so'raydi anadan. Tog'dan kelgan shamoldan me'yorimni so'rayman deb atilib urib so'rsa 10 chiqim bo'ldi deb ay shamol. Muzdavada bir naqshi bor. Abdurahmon Kalqi illiga chiqib ketdi. Yo'l bilmaydigan balla sodisini qila olamı, chala sodiga balla deb. Bir sağ salamet berib olamu degan gap yo'q. Sodisini qila olamı. Topdimi, topmadimi? Kamil aytgan bir naqshi bor. Olay deb beray degan gap. Arkadaşlar, benim alay, mana alaylar. Kirimba chiqim yo'q asosan. Kirimba chiqim yo'q. Ziyon topib qilmaymiz aka. Menga yulduzing egizdi bo'lsin. Rahmat adash, rahmat. Rahmat. Rahmat ham sen menga rahmat. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Onda olsa 5-ci basqıçdagi hissiyatınızı bir anlap baxsam. Endi har bir basqıçda o'xshamaydigan hissiyat bo'ladi. Bu endi bir o'zimizning nihoyat yaxshi bo'lgan asarlarni xalqimiz sunishni maqsad qilgan program bo'lgandan keyin hayajonlar emas. Chavaklar bo'ldi. Xalqimiz bizning naqshlarimizni yaxshi ko'rib chavak chappas. Bizning kutadiganimiz shu, boshqa cho'ng ish yo'q. Shunga hammalar japa chekdi, salomat bo'laylik. G'azalxon programmasini davomli ko'rishni unutib qolmaysizlar. Salam, naqmaydadik tomoshabinlar. Hurmatli ustozlar, biz yana chiqdik. Xo'sh, hamda G'azalxon do'stim, Abdug'ani Yasinning budaq naqsi bo'lsa, hammamiz anglab baqqan. Uning asl naqshi aytqichimi, hammamiz tunaydigan. Nihoyat lirik naqsha.
u bo'lsa-mu mening ko'nglimni ay isbotlaydi degan naqsha. Ni有多深 Undaq bo'lsa, 月亮代表我的心 Naq maydonimizda Abdug'ani Yasin. Qani, marhamat. Rahmat dostlarımız, rahmat. Bunu Abdug'ani Yasin'ga yana bir qo'yqilar yog'dirib o'tgan bo'lsalar ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat adash. Xo'sh, unda bo'lsa oldi bilan ustozlarimizning bir fikrini anglab boqqan bo'lsak, qani, rahmat. Yaxshi aytib berdingiz, naqshingizni lirik. Sizda lirikmi bor, kuchmi bor, boshqa naqshlarmi? Har xil naqshlarni va'daga yetkazib ayta oladigansiz. Rahmat sizga.
Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, Razoqxon. Meni boshqa teklifim yo'q, saqam. Bu mo'sh tegi bilan chatug'i kostyumni almashtirib chiqiblar, mesha bizni soziqib ketdi. Siz ko'p rahmat. Sizga rahmat adash. Tomoshabinlarimizga ko'p rahmat. Birinci qararı İpek yo'ldagi G'azalxon programmamizning 5-chi bosqichida Abdug'ani Yasin yandash umidvor bilan sahnaga chiqib, nihoyat yaxshi bir maydon naqsini o'rinlab, hamkorlik jihatdan nihoyat yaxshi bir sahnamizni jonlantirib, mening ziyoratimni qabul qilyotdi. Hissiyotingizni anglab boqay. Bu naqshini lekin o'zim nihoyat rahat etdim, yaxshi etdim. Sizga omad tilayman. 5 mahirimizning ichida ikkisining hamkorligim alayda yaxshi bo'ldi. Endi umidvordan azroq tabrik so'z anglaylik. O'zimning yaxshi og'insi, uning ustiga hozir yetilayotgan yosh naqshchi, ijodiyatchi, o'zining yaxshi asarlari bilan bizning ma'naviyatimizni betib kelyotdi. Bundan keyingi yo'llaringizning texmo ichilib ketishini umid qilaman, texmo parlaq bo'lishini umid qilaman. Sağlam hayat güzel turmuş, Sübihiden başlangısı. Sağlamlık ve güzellik elçisi, Sübihi Pen Texnikisi. G'azalxon. Ay, G'azalxon. G'azalxon bo'lamoqda bo'lamana. Ay. Üzem chiqmasam, o'tda g'uzibli qo'ydi. Dangshining oldida. Üzem chiqay dedim. Voy. Qanday bolalarim yaxshi tudinglarmi? Sizlarni dangshini ko'rib, yomon zerikib ketdim. Chiqaylar dedim. Lekin o'zi yo'q avu. Öğlenmesen bomba dedi. Öyle dok. Öğlenmedi işler vakakka. Onun gibi bob dedi dok. İşte kız nasihat koysam, beni üzengi siliştim da pişne etti yana. Onun gibi bob dedi dok. Hazır Sarıkan niyeti vaptı. Sarıkan. Benim momuyum kanda esiki kaldı okumudum. Onu tükettim gideptime. Onun aldı ben maniyeti ücrettim. Örgüleyim o dedinde, vay Sarıkan, çörgüleyim o dedinde, cinimey. Cinimey diye gelirsen sen de yok kaldın mı o kaldı ha? Lekin emdi bu balam, ben size neset koyay, balanlarını çolpan kımmanla. Bu çolpan boğanla yağı toğunun pokulu oldu. Bizden bu yak ketidi, bizden bu yak ketidi, yenimde azıraklı oturdu, zopin işleydi bu. Wang Hongmo, Gang Hongmo birinin bölümüde. Ay zopin nemi işlep ketidi. Yani tuğmaydı o yanda. Hazır G'azalxonga berip optu. Boptu körüp qaydap keldim. Bayatından yağı qarsam degen. Ras G'azalxonlar, G'azal degeni acayip okup etti. Şunda hoşup kettim. Ay, moşta ballarını qanda xotunlar tuğduğandı dep qaldım. Hem moşu Sarıkan'ı etiptike, bugün etimi degen. Momuyumni eslige bir anlay desem özü yok. Gördünler mi bu ne? Hocumet. Saud bu. Mana men ba. Hada avallan. Men bu G'azalxonga tayyorlik qilma deb. Mana mening moşu niyetken kömüse mening ismini unutup qoldi. Samsak bu. Sizning bunday degan anglamamdi deb ismingizni xato atab baqdim. Quloqdan ketmadi, ko'zdan ketgan bilan. Men o'tirgan ko'chörlarni tonimadim. Men tunishtirayim sizga. Ha. Jiroqni ko'ranmamsiz. Jiroqni ko'ranmayman. Va o'tirdi o'tirgan bola Farhod G'ani. Farhod G'ani. Men navringizning eng yaqin do'sti. Eliqi sen bilan davomli uyga kelib mant yeb ketadigan shumi? Ha, naq shu bola. Mant yeganga loyiq bir igizlab ketmadi bu. Qani?
O uddulda, o tarafta. Ömercan alım, oy Ömercan alım qanda avalan yaxşı tudunma. Acap çıraylık turupsun ha. Yaxşı. Gördüm değil mi bana? Çolpalarını bek gördüğün okşumam deme. Bir yerde tanıştırayım ha. Tanıştırıp koy. Oturtutdağı ustazın tundunuz mu? O menden çok mu, ben ondan çok mu? Sizden küçük, sizdenki ininiz desiniz bular mı? Fukam, biz o 90'ga gelip kaldık, bulam sen kendin de olsa. Sizden küçük. Bana tarafta bir meymanı tanıştıray sizge. Birinci ret, ikinci kata dotağın Ali doktor. Nima doktor? Ali doktor. Ali doktor. Liqi yürek keselini davalaydigan Ali doktor mu? Arlıqlarni naqshchi bo'lib ketdi o. Arlıqlarni naqshchi bo'lib ketdi. Yurakni kim davalatdi? O'zidan bir so'rab boqam, yurakni kim davalatdi deydi buvam. O'zi davalaydi. Bu liqi o'zi berib davalaydigan yalang'idek doktor ekan-da. Bana botdi. Muxtar Bug'ra efendimni ko'rdingizmi? Voy, Muxtar Bug'ra mana yaxshi odam. O o'tirdi o'tag'ini shumi? Yo'q. Obdan sapsalab bir qarang. O'zini quchoqlab turg'ini shumi? O'zi shu. Opayras ben chiqmasdan burun taratmaga telefon qilgan. Babam mishaydi Sarixonning gapini qilib jidel qilyapti, sen nada ishtik kel deb. Men shu telefonni elib keldim qishingizga. Mana Sarixonni men anglamasam bo'lmaydi. O'zimning mo'mimni eslatib qo'ysa emasmi bolam? Biz konisini aytib yuribdik. Ömercan'ın qo'shay tutta bilan aytib. Qanday qo'sh yingisini aytib beraymi? Anglamdik. Uning uchun bir chavak bo'lsa anglaylar bu va shunda. Chavak chaladigan-da, ha. Chavakchilar. Ben onda o'zim qo'yaman. Bu mishadli o'tag'ini. Yo'q, men ketmayman. Mishada anglayman naqshangni. Ma'qul. Buvamga bir chavak beringlar. Ayta bolam, ayta. Yaxshi vaqtimda chog'liqdim. Voycan. Acaba bu qattiqga o'tamsa qo'ysin. Ayta bolam. Yakka qarsam sen Bu yakka qarsam sen O yakka qarsam sen Bu yakka qarsam sen Güldün kim çıraylıqda sorsam sen Güldün kim çıraylıqda Kimden sorsam sen Canımga can Dilimga g'amxan vay g'amxan Meni o'tqa silib dardiga qo'yib Alimni so'mg'an voy Sarixon Yağlı basa yürekine Yerip birtim yarım Yağlı basa yürekine Yerip la birtim yarım Bulakның kışıda turur Sana kan midi bağrım Uyanның kışıda turur Sana kan midi bağrım
Dilimga gamxan vay gamxan Meni utqa silib derdiga qo'yib halimni so'mg'an vay sarxan Meni utqa silib derdiga qo'yib halimni so'mg'an vay sarxan halimni so'mg'an vay sarxan Ey rahmat. Vay Sarıxan. Ey Sarıxan. Öz vaqtida kandidatlar bo'lgan bo'lsa, nattolarni ishkizib qo'yatdim. Selillarni ishkizib qo'yatdim. Ko'yinzimlarni ishkizib qo'yatdim qara. Hozir yo'q. Bo'pti. Bu da momayib qolsam shunga ishkizaman. Da o'ylashib baqsanmi-ku, adamga yolg'iz o'tag'izib qo'ymaysan-da. Oladigan plan bormi? Planni ko'rsatganda xili bo'ldi sanga. Planning sirtida o'ziradigan nima-da bu shu? Nima baq? Momayning gapini qilg'ili. Bu shu ustozlaring sanga qarab turdi qachon bolam. Lekin naqshinimi yaxshi aytibading, g'azalni umda aytibading. Natijang yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, momaydan ishkini siliq solma. Buvam yaqinroq kelib sizlarning bahinglarni anglamasa, bolarim. Aka, buvam mushaqa aka. Mushaqa aka. Avalang. O milliard mana mavu. Ilqi qop-qora pomidorma? Qora pomidor shu. Qaysi kun ekib tikansa, ishtim uni. Ishtimni 7 kun suruvdi. Yo'q, yo'q ketdim-ku. Yaxshi bo'lib qolding degina. Yaxshi bo'lib ketdim. Yana bir 3 qotini ekib bersang, bo'ladi. Berdiganda tonishing o'g'an ekan. Pul qilyaptim men, buva pulga iliq sen bergan pulga oldim. Yana kandidat yaxshimi nima? Pul oldiga ishni qilma. Ustozlar, oldinglarga ke qoldik. Bilan men davramga yaxshi baholaringlarni beringlar. Asta tushib ketsam bo'ladi. Bo'ladi, yaxshi baholarni berdi, ko'nglarni bo'lmagan. Umarjon olim bolam, gapirmaysan-ku. Rahmat buva. Bugun G'azalxonga kelib qolibsiz buva, nihoyatda. Ammo mavo ukam sening men naqshangdagi hozir tabiiy MTV'ye ajoyib ko'rinish yaxshi chiqdi. Savirdinning sening naqshangga moslashib bersin, men buni qarab o'tirdim. Men naqshangga o'zimni ajoyib tushib tursang, bek chiroyli o'rindidim. Rahmat ukam sana. Anladingmi? O'sha dirijor, to'g'ri degina dirijor. Vay talab kelmaydi. Dirijor. Dirijor ustoz. Mushu ustozning gapini bek og'lajimi? Bo'ladi. Yaxshi bilimi jiqma odamning. Bilimning jiqligidan bilimning hammasi chechiq ketgan odam bor. Bilimning faqat turadi. Salom cho'ngdada, yaxshi keldimi? Yaxshi. Ma bolamni tillasanglarmi bo'ladi. Tanqidiy taklif bo'lsa davringlarmi? Ko'nglimga olmayman. Qayqanda sen bilan ko'rishib olaman. Sizning bolangiz bizning balangizga o'xshashlarmi? Rahmat. Biz balangizni bek yaxshi ko'ramiz, naqshlarini bek yaxshi ko'ramiz. Bek yaxshi naqsh aytadi. Siz qo'llab qo'yingizmi? Men Kech tillavamay balni. Bu qo'llaydigan vaqtida ketib qoldi emas bu. Sizlarning bu naqshanglar bir shunaqa go'zal naqshni aytadi ekan. Unisiga sizmi cho'ng artist ekansiz emasmi? Men kichik vaqtimda Daduyda artist bo'lgan. Shu emasmi? Sizlar rasmiy bir sahna asar ijod qilibsizlar emasmi? Naqsh aytadigan emas ekan bu. O'yin qo'ydinglar bizga. Yaxshi bo'ldimi? Seni maqtavatamda menimi? Ishkilimizni maqtavatamda. Ishkimizni voy rahmat, xo'sh bo'ldim. Ocha, sen bilan tangmi, akangmi bu? Mendan cho'ng. Sendan cho'ngmi? O'zingni inista ko'rib, anchima chaqchaq o'git qo'ygan o'sha bolamga, juma. Ikki qiz gapni o'nglab qilolmaydimi bu? Yo'q, bu yomon balangdan ansirmisan oldi-ku, buvay. Qanday deysan? Zat bugun misal bir mumayl bo'lib ketgan bo'lsa, meni intervyu bitib qolgan naqsh bo'lib ketgan. Kayniga shotliq daryani aytyapsiz. O'ylab oladi.
Bu tamam qilganini bilmaydigan nima de bu. Sen asıl buvangning ko'nglini bilsang, halqa uy iliniman aytib ekan bo'lsan. O'ylaydigan o'xshaydi. Deydi qo'y ina. Ay, parat depedemmişdi bana. Ölünme dep ölünüp yok bu. Andan keyin bu balni artist qilmaqli u yerga ketirgan meni tashlab uyan qo'yma deb öydümü davamlıq deydi o bana. Bu andan şu işler azırak köngül yerime bu. Anın piçisini bana versen öğlenmesen bu müdeni meyit ayemdi. Yaxşı balar, yaxşı. Rahmet hemminglarga. Rahmet ballarım. Hemminglarga rahmet Cumhur. G'azal xalla. Rahmet. Unda xus hazır işkanlarning hamkorligidan keyingi bir o'rtaq hissiyotinglarni anglab baqsam. Yanıla babamdan kelsin. Ay, rahmet balar. Mushun tutib so'zimga yama uzun bo'lgan. Bu yama yaxshi bo'ldi. Bu hükümetning naqsi bilan bizning bundan maslashishimiz nayt obdan bo'ldi. Buningki hamdi mushu eng muhimi tomoshabinlar bizga nayt ilhom berdi. Shuning bilan bir hissiyat keldi. Gapmi keldi og'zimizga, qalbimizga, inkasmi keldi. Shunda bo'lib ketdi. Amma lekin oxirida deydiganim bu hükümet qurbanning yaxshi natijalar bilan isil g'azallar bilan xalqqa yaxshi javob qaytarishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Sizning hissiyotingizni anglab Meni hissiyotim bo'lsa, bu qitimqi G'azalxon programmasi menga bir dars bo'ldi. Menga bir chiniqadigan bir sahna bo'ldi. Uning keyindan Savriddin akamdek bir ustozim bilan shunday hamkorlashadigan bir fursat bo'ldi. Shu munosabat bilan mushundan qatnashgan barcha kasbdoshlarimiz, ustozlarimiz, mayirlarningki natijasining yaxshi bo'lishini, ishlarining baland bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Hammanglar javob chekdinglar. Rahmat. Rahmat. Hayot aslida go'zal. Ziyoda takallufning nima hojati? Go'zallik uchun niqoblanishning zaruriyati yo'q. Asli qiyofatimda sana yuzlanish uchun keldim. Go'zallik imtiyozimni qaytarib kelish uchun kandidatni tanladim. Ehtiyot qiling, bir oz yashirib ketasiz. Shangang Dermalogika kandidat teri asrash mahsulotlari. Salam. Yaxshi turdinglar. Endi o'zim yolg'iz chiqdim, Adiladim yo'q deb. Men nima ish qilib bersam bo'ladi deb qoldim. Ha, Umarjon aka, Abdurahmon aka, Ro'za aka. Sen yakka usul o'ynab bo'lmasam o'sha yerda. Ta o'ynasa qizingni usul degandan. Rahmat. Bugun naqsh etmay, lekin boshqa bir yaxshi bir naqshchini bir taklif qilaymikin deb o'ylashib qoldim. Yangi bir naqshchini. Bo'lib shu yaqinqi mezgillarda xalq naqshlarini voyaga yetkazib aytayotgan, hammalarga tunishliq bo'lib ketgan Ro'zi Aziz apandi sanimizda davomli sizlar uchun. Sanimizda Ro'zi Aziz apandi, marhamat. Yaxshi turdingmi aka? Tishliqmi? Tishliq. O'zingizcha. Tuniydigandekmi? Hammasini tunyapman hamda. Siz tunyapsiz. Sizlar tuniydigandekmi? Tunaysizlar? Unda bo'lsa, oldi bilan men shu Ro'za Aziz akamningki shu chiroyli gulim degan naqsidan tunib ekanman. Shaxsan o'zimcha. Shuning shu oldi bilan shu naqshini aytib bergili bo'ladimi? Bo'lmamdigan. Bo'ladi. Sahim tursa bu. Ha, bo'ladi. Ustozlar salomlar bo'lsin. Gülbegimden gülsene, için işkimni bilsene. Gülbegimden gülsene, için işkimni bilsene. Gözlerimiz çırasa, yer asıda gülsene. Gözlerimiz çırasa, yer asıda gülsene. Birlikte çırayla gülüm, gülüm şekerim, çırayla gülüm, gülüm şekerim. Otlarında piyada bağrım ciğerim, otlarında piyada bağrım ciğerim. Usulşa
sen layık Bağlarımda serxilge Erxilge sen layık Bu cihanda kısla köp Senden müdün çıraylı Bu cihanda kısla köp Sen hem müdün çıraylı Çıraylı gülüm Gülüm şekerim Çıraylı gülüm Gülüm şekerim Otlarında küyede bağrım ciğerim Otlarında küyede bağrım ciğerim Otlarında küyede bağrım ciğerim Bağrım ciğerim Rahmet Kayfiyat degan o'shunchalik bo'ladi. Shunda payze ko'nglimdagidek ishni birini qilib oldim-da. Rahmat. Unda bo'lsa, buda abay biz deyishib oldik-ku aka. Ya'ni shu mehring go'yo bir dengiz. Temizlikka naqsha shunday-ku. Anglig'imiz bor. Amaylaniki. Unda bo'lsa davomli sanimizda Ro'zi Aziz apandi sizlar uchun rahmat. Mehrim go'yo bir dengiz Siz onunğa çömsünüz Yulduz bolsa közleriniz Tolunaydır camalınız Yulduz bolsa közleriniz Tolunaydır camalınız Mehrim go'yo bir dengiz Siz onun çömsünüz Yulduz bulsa közleriniz Tolunaydır camalınız Yulduz bulsa közleriniz Tolunaydır camalınız Beni sersem kıldınız Şürek bağrımni tildiniz Çin dilimni bilsiniz ya Beni hemra kılsınız Çin dilimni bilsiniz ya Beni hemra kılsınız Hayranmen ey canan Bana gerek sendeki arman Geceleri zara kılgan Güye kutumuzga men hayran Geceleri zara kılgan Güye kutumuzga men hayran Aldaysan meni dayım Detteminin ayım Satani tanlap söydeysen Katmısa minin rayım Satani tanlap söydeysen Katmısa minin rayım Şengin bana cana Sen üçün fida bu can Şengin bana cana Sen üçün fida bu can
La 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 la. Rahmat. Rahmat. Nimda tezlakcha. Ana ma Ürümçi xalq naqsi davaldiq aka. Muşta atılış to'g'rimi xatomi? Ustozlardan so'raylar. Ürümçi xalq naqsi emas bu. Bu nening? Bu naqsha 90-yillar bizning balavoqlarimizda Korildagi Qurban Soqiy degan biz o'rilgan. Bu 90-yilda aytilgan naqsha. Bu naqshini Roza Aziz edim nihoyat o'zgacha yaxshi aytdi. Shu vaqtlarni eslatding bizga. Rahmat. Nening naqsi bo'lsin, qaysi zamonning bo'lsin, chiroyli naqshada. Bütün naqshining ijodiyatchilari bor, ba'zilar unutilib qolgan bo'ldi. Roza bugun bu bizning oltin o'rniga ketgan bizning mahirlarimizning o'rniga tuyuqsiz chiqdi-da. Yana birisi shu muzikantlar bilanmi, abi ham shu dam olgan vaqtimizda orliqda repetitsiya qilyotdi. Demak bu naq maydonda ish qilyotdi bu-da. Bu alohida bir talant hamda. Muzikantlar shunday yaxshi talanti bor. Naqshchi shunday bo'ldi. Ondan Rozni hammamiz bilamiz, hukimiz usul naqshlarini. Shunama bütün odamni usulga sevadigan naqshlarni aytadi. Endi birisi cho'ng ijodiy naqshlarni aytadi. Bugun bu lirik naqshinimi ajoyib aytyapti. Demak, odamning qalbida, yuragida bu naqshi bo'lsa-ham u ayrilmaydi ekanda. Esi bo'ldi ekan u. Shunga bugun mana naqshini bak yaxshi aytdingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Shunda Peyzi. Roza xonkamlam tushunmaydi ekan bu xil hissiyatni, boshqa hamma odam tushunadi. Voy sen men seningdan battar tushunman Rozizni. Men Roziz bilan Apandi gruppasi bilan biz nurg'un ishlarni birga qilgan adasha, shundaqmi? To'g'ri, do'stim. Yaxshi, men Hamron yaxshi tanlabsan ekan. Mushuning qo'liga tushganlar 6 o'ringa chiqyapti hozir. Odilani Odila qilyotgan mushu. Chavak Nurali uchun, ha? Rozizni yaxshi yetaklab chiqibsa, biroq sal kichik kostyum kiygizib qo'yibsan-da. Ya, ashuna ko'rinayotgan gap. Ya, tununing kelganda xeli yaxshi kelayotgan, bugun ozroq samiryapti ishga. Yo, uni kelsan bugun seni tug'izmaydi Ruzaxon. Bu chashnimi sal layhaldingmi? Ya, men oldiga tushirib oldim. Naqsh etib oyoq qarsa odamning ko'ziga paxtikan pitakli ko'rindi ekan rozi. Rahmat. Sahnaga chiqib bu naqshni aytib qanday bir hissiyatda bo'ldingiz? Men bek payz hissiyat oldim amma. Jiddiyleşken hesap qilmagan, endi jiddiyleşmeymen deb chiqqandim. Men sahna emasman. Pes ustozlar bor, tomoshabinlar bor ko'radigan. Shu hamda chin yurgimizdan chiqarib aytmasak tex bo'lmagandan sal jiddiylik bor. Hamda men aytib tushganni yog'i, hamda yenimda Nurali tug'andan keyin rohat ulab qoldim. Yaxshi, yaxshi bo'lsin. Oy jiddiylashyapti. Rahmat, bugun mening kechiligim kapagan barliq mehmon. Men to'n kiydigan va gullar chiqqan mehmonlar rahmat. Ro'zaxon aka, men yolg'iz chiqib qoldim, bir ish bor. Adimingiz qani? Mening adimim yo'lda kilovatr bir Vaymayning motosi uritib qilib yolg'iz ketib qoldi. Bu ketdim aka. Naqshchi birodarlar chiqyapti-da. Birinchi yo'llig'imga ko'zim yetibla. Bu sirchidan bizga keldim men. O bo'lsimi? Obsevi! Ha, mushatta, badak qizda, mushatta. Ha, voy. Alamat. Ana yigit. Obsevi erkin o'zi mush atgan qitim sandin, mush tekkan qitim sanini ayt ko'p yog'liq uchun tayoq yeyish oltin kamirni taqab qo'ydik. Bu yilqi tayoqni o'ligidek yeb berib, opam chiroyliq degan aytadigan mushu shu. Suyimlik naqshchimiz Obsami erkin do'stim bilan bugun yana birlik hamkorlashib qolib, nihoyat xush bo'ldim. Amsa og'inamningki
Közüңдün ayan деген Ustaz Muxtar Buğra akamiz tekisideki naqşını anlagan bolsak, rahmat. Rahmat. Şadlıkları cahanın gözünden ayan, sırlarını insanın eyleydu bayan, sırlarını insanın eyleydu bayan. Baharın şulesi gözümde kaldı, muhabbetim çoğları gözümde yandı. Çabakçını ötmem de o. Baharın şulesi gözümde kaldı, muhabbetim çoğları gözümde yandı. Ayan gözümde ayan, muhabbetin sirrini gözlerim eyleydu bayan. Ayan gözümden ayan, muhabbetin sirrini gözlerim eyleydu bayan. Küçük çatmışı alem çekenri, meni vayron kıyılıdı gözümün kahri. Gözün küçük çatmışı alem çekenri, Muhtar Kam karşı alınız. vayron kıyılıdı gözümün kahri. Meni şeyda kıldı gözümün mihri, gözlerimden hayatın aldı behri. Meni şeyda kıldı gözümün mihri, gözlerimden hayatın aldı behri. Ayan gözümden ayan, muhabbetin sirrini gözlerim eyleydu bayan. Ayan gözümden ayan, muhabbetin sirrini gözlerim eyleydu bayan.
gözlerim eyleydi bayan. Rahmat. Rozak aka qandarak? Ya bek so'yoq enim. Sameyinimni onam chiroyliq degan naqsi bilan to'nigan-ku biz, ha? Hammamizning yurgida onamizga bo'lgan hurmatimizni shu naqsh orqali ifodalab, onalarimizga avatib ketgan o naqshini. Bak yaxshi yo'l desak ham. Shukrab Dilshod akamning chalolmaydiganimiz yo'q-ki. Dilshod jimjit teksag'im chala olamsiz. Timtas yelaga deyman. Feyzu akamniki. Qada qaraysizlar hamda aka? Xo'sh, hamda haqiqiy mana naqshning ahli ustozlarimizning bir bahosini anglaymiz. Bo'ldi. Ha, Abdusami ukam. Bu Abdusami abi Ro'zaxon degandek, onam chiroyliq degan, ya'ni bir necha naqshisi bor yana. Ha, shunda yaxshi ta'sir bergan naqshlar. Hammamiz shu orqali bo'ynimizni tonib, keyin tonishib, keyin bo'lib o'tayotimiz. Ondan ustiga bu ham ijodiyat qildi, ham o'zi aytdi. Hem onun için cemiyette bir nait sılık, salam saati joyida bir yaxshi bir bala bu. Rahmat aka. Şunun için fikrim, bunun için sanat yollarından güller önsün, işlerin yaxshi olsun. Rahmet sana. Rahmat aka, rahmat. Alamet. Rahmat Ali doktor. Yuqorida yaxshi bağlanib berdi ustozlar. Men boshqa baho berish mushlarga o'xshash. Naqsha o'rlash jihatdan nazarim bak yaxshi. Men birinchi qitim sanda siz bilan yuz turishib o'tiribman. Rahmat ustoz. Bak yaxshi aytdingiz. Endi buning teksti Muxtor Bug'ron ekan, masala yo'q. Bu tekst shunday yaxshi tekstda. Ko'zingni ayon. Nurg'un ishlarni haq. Abiyam degandek ko'z qarablam, uni buni qildigan. Ashta yomon shoirlar bor. Bu tekst masala yo'q. Endi bir so'rab boqqim keldi. Bu tekst melodiyasini o'zingiz yozganmi? Melodiyasini o'zim yozdim. Yo'q, pirim. Men Shanxayda o'qib yuribman. Ballardek yomon tutdi. Shu qarsam hammasining asosan degandek o'zi ijod qilib, o'zi aytib qo'yatgan ekan. Bunimi so'rg'im keldi-da. Rahmat. Bak yaxshi ijod qilibsiz, bak yaxshi. Ijodiyatingizmi yaxshi, o'rlashmi yaxshi? Bunda qo'sh mukofot olmoq bak tas. Rahmat. Biz ijodiyat qilamiz, boshqalar aytadi. Laqo. Bizga ijodiyat mukofoti versa, naqshchilikga o'rlash mukofoti berdi. Endi hozirgi bolalar siz bu ikki mukofotni bir xil oldi ekanda bular. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mushu munosabat bilan bizga shundaq katta sahnalarni bergan shundaqlar biz yoshlarni shu yosh naqshchilarni izchil qo'llab kelayotgan bizniki ustozimiz Muxtor Bug'roga alayda ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz, rahmatimni aytaman. Rahmat sizga ustoz. Qaysoq bo'lamdi ustozlar? Xo'sh, qadrli mehmonlar, huzuringlarda bo'layotgani birinchi qaror Yipak yo'ldagi G'azalxon programmamizning 5-bosqichi. Biri Guldan mundaq bir savol so'raydi ekan. Sen qayerda eng chiroyli echilasan deb. Gul shundaq deb javob beribdi. Mana mushundaq Yipak yo'ldagi G'azalxon programmamizga qatnashgan baholag'uvchi ustozlardek, mahirlardek, tomoshabin do'stlardek baxtli kishilarning beg'ida echilaman. Kasbini söygen, kasbini parvish qilgan muhabbatli kishilarning bag'rida echilaman. Qaltis qo'llaganlarning bag'rida echilaman va parvish qilganlarning qo'lida echilaman. Nayt muvaffaqiyatli holatda 5-bosqichimizni tamomlab oldik. Endi bosqichlarimiz bo'yicha qo'linglarga o'xshashlam 5 mahirimizning surati tushirilgan kart taqib beramiz. O'zinglar eng yaxshi ko'rgan 3 nafar mahirimizning suratiga to'g'ri belgisini urib o'tgandan keyin yininglardagi sanduqqa silib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanglar bo'ladi. Bugun bir eg'iz so'z bilanlar programmamizni mushu bosqichni oxirlashtiramiz. U bo'lsimi rahmat.
Yana bir egiz söz bilan oxirlashtiramiz. Pərdə arxasındakı operator texnik xodimlarga rahmat. Yana bir söz bilan oxirlashtiramiz. Mush 3 o'rindiqda o'ttirgan ustozlarga rahmat. Yana mushu G'azalxon Seynasini qizitib bergan mushu G'azalxonlarga rahmat. Mushu jiroqni jiroq demay, musha kelgan ishparninki, kandidatning va boshqa shirkatlarninki xodimlarga rahmat. Yana birga bizni qo'llagan, san'atga mablag' solgan mushu korxonchilarimizga, kelaligan va kelanmagan korxonchilarimizga ko'pdan ko'p rahmat. O'zimga rahmat. Xo'sh. Kandidat ishlatganda notanish erlardan ehtiyot qiling. İpek Yoldu G'azalxon programmasininki 5-bosqichi hozir oxirlashdi. 5-bosqichdagi ifodasi favqulodda yaxshi 2 moyirni e'lon qilaman. Boshqalarninkimi ifodasi favqulodda yaxshi. 2 moyirni e'lon qilishdan ilgari men tomoshabinlarga, ustozlarga ve muş zaldaki xodimlarga en erzigen bir münevver naqshchini G'azalxonni e'lon qilaman. O'zi ijodiyat qiladigan, o'zi naqshi aytadigan, bo'yi sal igizrek. Muşundaq bir naqshchimiz bor. U bo'lsa-mu, yani sen agar sen bo'lib qolsang qanday qilmoqchi? Men qasam mening bu yamigizligi sizga bir ta'tilga qilganligini bilaman. Cho'qim emas bu. Ya men ta'til gap qilib boqmadim hozir. Sening bu yangmi ancha pakka emas. Sen bo'lsan qanday qilsa? Men behushilab ketdim. Bu igiz ovozi jarangliq. Dutta bilan naqshi aytadigan Umarjon olim. Bu qitim münevver naqshchilikqa arziydigan, loyiq bir naqshchimiz bor. U bo'lsa-mu Abdug'ani Yasin. Muborak bo'lsin ukam. Bu qitim ifodasi yaxshi bo'lgan. Altın o'ringa loyiq 2 moyirni, yo'q, hozircha 1 moyirni e'lon qilay. U bo'lsa-mu? Bu igizrek. Bu igizrek. Yo'q bo'lmasa, igiz bo'lib olmoqchi bo'lib, igiz oyoq kiyib oladigan. Bir naqshchimiz bor. U bo'lsa-mu? G'o'ji Matqurban. Muborak bo'lsin. G'o'ji Matqurbanninki ifodasiga alayda husn qo'shgan. O'zi ikki qo'llab yuqori ko'targan Savirdin imommo
oltin o'ringa tegishli deb qarayman. Yana biri G'azalxonni e'lon qilib o'tay. Bo'yi igizroq. O'zi oqchoch. Tig'i paypoq kiymagan. Bu G'azalxonimiz bo'lsa, Abdurahmon Ayub. Bu qitimqi G'azalxon programmamizninki oltin o'ringa loyiq G'azalxonimiz bo'lsa, Komil Jilil. Hammanglar qutlug' bo'lsin. Bo'pmi? Abdurahmon Ayub ustoz boshchiligidagi ustozlar guruhiga ko'pdan ko'p rahmat. Mushu oltin o'ringa chiqqan mushu G'azalxon guruhisidagi xodimlar nomidan ko'pdan ko'p rahmat. Japa chekdinglar. G'azalxonlarimizni Urumchi Subihi Pan-texnik shirkati 20 ming yuanlik iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Xinjiang Nigar yemak-ichmak shirkati 15 ming yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Xinjiang yangi kandidat bio Pan-texnik shirkati 10 ming yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Urumchi Ihbar Buloq savdo shirkati Tangitog' suvlari 5 ming yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Xinjiang Abaybek guruhi 3 ming yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. Yar üçün ettim gazel, yar üzü küydek güzel. Dul tarım